Nima qilishim kerak? Nega qadoqni to'ldirib qo'ymaysan? Yoki o'zingni zo'rdek tutyapsanmi, yoqimtoy? Qizlar bilan o'tirish va ichish bunday bo'lib ketganiga ishona olmayapman. Haligi men ichmayman shunga. Aldoqchi, aldamasangchi. Bu joydan chiqishim lozim. Zerikib ketdim. Menga yo'q deng. Davbol, Nega jim o'tiribmiz? Dongok, bugun u bizga qo'shilsa qarshi bo'lmaysanmi? Albatta, lekin meni chetga surib qo'ymaysiz. Wow, unga yopishib qolibdi. Bu yaxshilik emas. Dongok, uni jahli chiqdi. Yerda yeb qolgan so'tak. Meni doimiy mijozlarimni ilib ketdingmi? O'sha qancha uchun ovqatga qancha pul sarflaganini bilasanmi o'zi? Birinchi marta ishdami? Bu bo'lishi mumkin emas. U avval qayerdadir ishlaganini bilmayman. Ammo u pul hidini topishda ancha yaxshi ekan. Bu suyuq oyoq boyvachcha. Meni muloyim uslubda yaxshiligimni ko'rgan. Shunga u o'zini tezkor uslubda bo'yin egmaganday tutyapti. Qoyil, bu yigit menga bir marta ham qaramadi. Juda qiziq. Bu maraz. Qanday qilib qochsam ekan? U professional. Eng zo'r mashinalar, brend kiyimlar, yaxshi ko'rinish va balandlik. Ular xuddi boshqa dunyoda yashayotgandek zo'r ko'rinishda edi. Men ham shunday bo'lishga havas qilgandim. Yetib keldik, Hyokson. Qanakar. Nima? Xo'p. Bu nima? Biz yerto'lga tushyapmizmi? Men o'zi qayerdaman? Sen karaokeda bo'lgansan, to'g'rimi? Bu yerni ham xuddi o'shandek o'ylashing mumkin. Karaoke hech ham u yerda bo'lmaganman. Qanakar, bu joy. O'yinchilar kutubxonasi. Javob, bir yo'qotish kerak. Qo'rqinchli. Bu yerda o'sha kulgili yigitlar ham bor ekan. Qoyil, hammasi zo'r stilda, ajoyib. Ahmoqlar. Hamma o'zini zo'r ko'rsatishga urinmoqda. Lekin bu yigitlarning bari bu boladan ehtiyot bo'lishga urinishmoqda. Kelishgan. Uni qayerdan topishibdi? Yuziga qarang. U 25 dami? Terisini parvarish qilib yuradimi? Axir bu qiz-tom. Allam balolatlardan qilingan. 10 mingdan kam turmasligi aniq. Qo'lidagi soat. Alonning quloq terisidan qilingan. Narxi 20 ming. Klassik tuflilar. Beautiful timsoh terisidan kamida 5 ming. Bu yigit kim o'zi? Uning kiyimi 10 mingdan oshiq turadi. Shu yigitlardek bo'la olamanmi? Menimcha juda eski kiyinganman. Shu paytgacha men chiroyli sarobga uchib, biroz qo'rqib turgan edim. Biroq bu Santlaritan yangi kolleksiya. Bunga 3 ming to'laganman. Kecha mijozim timsoh terisidan oyoq kiyimlar oldim. Bu soat, bu ko'ylak. Meni tuflilarim ilon terisidan qilingan, bratva. Ular brendlarning qimmatligi bilan musobaqa qilishardi. Mana! Wow, mashina oldingmi? Nahotki bu Porsche. 15 mingdan kam turmaydi. Men unga 40 ming yig'ib qo'yganimni aytdim va menga yana 20 ming kerak edi. Qizimga shu mashinani birga haydashimiz mumkinligini aytgandim va u sotib olish uchun undan 20 ming so'radim. Wow, qattiq ishlayapsan. Qanday qilib u 40 ming yig'ib oldi? Qavaq bosh, meni hech qachon 40 ming kalba boylar bo'lmagan. Men ishda qiz ishladim. Sen har biridan 20 mingdan soqqa oldingmi? Bilay, kallang zo'r ishlaydi, bratva. Men bilgandim. Bu bola qachon telefonni pastga tushirmaganidan. Hay, bu izmish. Men endi har kuni har birini bittalab mashinada olib yurishim kerak. Men ulardan tez orada qutulaman. Aniq bittasidan qutulishim lozim. Qizlarni aldab yurishdan faxrlanishmoqdami? Agar qaysi biridandir qutulmoqchi bo'lsang, menga ayt. Men ularni urib, senga xiyonat qilishlarini uyushtiraman. Ular bilan ajrashsang, qizlar pulni qaytarib olishlarini so'rasha olmaydi. Evaziga esa, sen ham qizcham bilan shunaqa ajrashishimga yordam berasan. Kelishdik. Porno ko'rishdan oldin labimda yalash odatim bor edi. Va lablarim tepasidagi ajinlar yo'qoldi. Balkim bu ham kasbdagi xavfdir. Agar qizlarga puling yo'qligini aytsang, menga xabar qil. Men avvalgi ishlagan joyimdan ularga qarz beraman.
Men tug'ma gangsterman. Nima? Shuning uchun pudra. Pudra surab, zo'ravonlik uchun tashqi ko'rinishlardan qurol sifatida foydalanishyaptimi? Bu juda achinarli. Ha, qo'lim yomon. Menga mingta ko'kada berib tur. Sen oldingini ham qadaganing yo'q. U topgan pulni bir kundayoq ishlatib yubordi. Yana qimor o'ynash. Haqiqat, bu pudratchilik istaklarning tug'ma ziyofati. Men kitobni muqovasiga qarab baho bermasligim kerak edi. Bu yerdan tezroq chiqib ketishni xohlayman. Qachonki imkoniyat paydo bo'lsa, men bu yerdan ketaman. Ammo muammo shundaki, hech qanday imkoniyat topa olmayapman. Shirinim, sening kiyimlaring hazil kam emas. Menimcha puling ko'p bo'lsa kerak. Unda brend narsalar juda ham ko'p, juda ham zo'r. Bularning hammasi sovg'a. Sovg'a? O meni ortiq turadigan qimmat brendlar. Bu kostyum. Ha. Soat? Ha. Tufli hamma. Qo'yil, bu yigit kerakli narsa. U bilan uchrashish uchun boyvachcha bo'lish kerak. Bular xuddi kiyim do'konida qimmat turadimi? Juda qimmat. Yo'l oldida xijolat bo'lyapman. Yaxshi, unda men ham sovg'a beraman. Hamma nima xohlashini aytsin. Nima bo'lsa ham, men bu yigitni xohlayman. Menda pul talaygina. Sizlarning orangizdan bittasini tanlab, istalgan narsani olib beraman. Rostlanmi? Menga soat. U baribir o'sha xuvsani tanlaydi. Shunday bo'lsa ham, men ulardan yuqorida ekanligimni ko'rsataman. Yaxshi, menga arzon narsa emas. Hermes brasletlari. Balkim bir juft bo'ladigan brasletlardan olsam-chi? Bu aniq yuqori darajali javob. Xo'sh, nima so'raysan? Sovg'a. Buni rostdan ham aytishim kerakmi? Farqi yo'q. Nima bo'lganda ham, u menga qimmatroq narsa olib berishiga ishonchim komil. Menimcha, shunchaki qimmatroq narsa aytsam bo'ladi. Giordano Armani. Gervenchi. Guruch pishirgich. Chunki uyimda guruch pishirgich buzilib qoldi. Ovqat tayyorlash va shirin kartoshkalar uchun. Sen juda ham yoqimtoysan. Seni sevaman. O yutdi. O juda iste'dodli. Qiz unga kompot. Bu yerdagilar bunday qila olmaydi. Nega u bunday qilyapti? U chet eldanmi? Yaponiya, Ispaniya, AQSh. Bir soniya sovchi bo'lay. Bu yerdan surish kerak. Ko'k choy. Bu alkogol. Rangi ham o'sha. Nega men doim? Voy jonim, sen tiqilib qolding shekilli. Yaxshimisan? Biroz suv ich. O qizdagi onalik instinktni yo'qotishga urinyaptimi? Wow, Doniga chindan ham orqasi yonyapti. Uning doimiy mijozini o'g'irlashdi. Bu yigit birinchi kundanoq juda haddan oshdi. Hoy, eshit, bu yerda etik qoidalari bor. Voy, senga nima uchun urdi? U juda haddan oshdi. Nega tasaddan har xil qiliklarni boshlayapsan? Jonim, o'rningdan turma. Sen Jonkokdan uzr so'rashing kerak. Voy, men mijozman-ku. Jinni bo'ldingmi? Menga suyansam bo'ladi. U haqiqiy gangster. U bundan so'ng qo'rqadigan bo'lsa kerak. Jonim, ketamiz. Ularga javob berishing shart emas. Hoy, o'zingni uxlatgandek tutyapsanmi? Sen. Jonim, menmi? Ha, sening isming nima? Men Jessiman. Yaxshi Jessi. Bu yerga kelishni bas qil. Tushunarlimi? Xo'p, bo'ladi. U kuchli yigit. Hoy. Sen hayotingni shunday ahvolda yashab o'tkazmoqchimisan? Bu yerda ko'pgina yosh yigitlar ishlagani uchun ba'zida nizolar bo'lib turadi. Bu yerda ko'pgina yigitlar katta tajriba bilan kirishgan. Men ham avval kickboks bilan shug'ullangan. Bu yerda kuchli, qiziqqon yigitlar ko'p. Agar jamoamizga kimgadir nimadir qilmoqchi bo'lsang, ularning hammasi yetib kelishadi. U biroz o'zidan yetib qolganini bilardim. Qayerga qarab turibsan, so'tak? O'z ishtoningni qo'llab qo'ymadingmi? Hoy, sizlar jinni bo'lyapsizlarmi? Men mijozman. Hoy yigitlar. Qanaqasiga bunday bo'lib ketdi? O'chir ovozingni. Bularning hammasi
Meni tushuntirish uchun shu so'takni olib kelganing uchun bo'ldi. Va bu qanchaq. Ko'p vaqt yaxshi muomala qilganimdan meni hazil qilyapti deb o'yladi. Itga o'xshab mendan uzr so'ra va bu yerdan yo'qol. Agar chiroyli basharang buzilishini istamasang, bosim ortib bormoqda. Bu vaziyatda ko'zlarga qarash juda qo'rqinchli bo'lar edi. Bechora to'nkalar, lekin bugun men kulaman. Voydod! Ortimga o't. Men qo'rqmasdim, chunki jinson ulardan anchagina tezroq edi. Endi keyingisiga nima qilishim kerak? To'g'ri, aynan mana shunday. Iflos! Vasko ancha qo'rqinchli edi, xuddi o'sha paytdagidek. Ablah, sudak qanakan, men gangsterman. Yangi yigitlar har doim latta bo'lsa-da, men bilyat. Men bu yerga kirishga qancha harakat qildim. Qani bo'l. Bu qanday dahshatli kuch bo'ldi. Bu qanaqa turish o'zi? Kick. O ham kickboksda bo'ladimi? Bu nimasi? Braziliyalik kick. Bo'lishi mumkin emas. Men hozir nima qildim? O'sha yigit ishlatgan texnikalar. Men ularning barchasini bemalol bajara oldim. Xo'y, sen shu yerda o'tiraverasanmi? Va ozroq ichib olgandim. Yo'q, meni urib tashladi. Men uzr so'ramoqchi emasman. Va bu yerda ham ishlamayman. Hayotingni to'g'ri yasha. U nima o'ylayotgani haqida hech narsa bilmayman. Chanqadim. Voy, to'g'ri bu yana. Ammo dastlab o'zimni jilolab olishim kerak. Politsiya! Nima, kim politsiya chaqirdi? Men sizlarni uni do'pposlaysiz deb o'ylagan edim, suka! Janob! Yo'q. Meni kiyimlarim, ularni to'xtat. Ular nega vahimaga tushdi deb o'ylaysiz? Ular qizlar bilan firibgarlik qilishgani uchun 3 marta hisobga olingan. Bu yigitlar uylanish haqida mendan ortiq va'dalar berishgan va u zo'ravon. Undan barcha qizlar qochib ketgan va ularning bari qidiruvdagi jinoyatchilar bo'lib chiqdi. Ketdik. Bu yerda to'lanmagan qarzlar deb ayol va qizlar ko'pgina yigitlar haqida politsiyaga murojaat qilishgan ekan. Yuqori maktab o'quvchisi. Yigitlar, sizlar yuqori maktab o'quvchisidan kaltaga yedingizmi? Nima? Yuqori maktab? Yo'q, biz urishganimiz yo'q. Qo'shimcha muammolarni orttirmaslik uchun ular bo'lgan voqealarga ko'z yumishdi va meni ogohlantirish bilan qo'yib yuborishdi. O'sha yuz bilan shu ahvolda yashash menimcha chiroyli yuzli insonlarning hammasi yaxshigina yaramas ekan. Kun yorishdi. U yerda bo'lganimda yarim tun edi. Hozir esa quyosh chiqdi. G'alati hisni his qilyapman. O'zimni g'alati his qilyapman. Yuzim qizyapti. Endi nima qilsam ekan? Balkim bu alkogolni ichganim uchundir. Hoy, xullas. Wow! Ha aytgancha, men maktabga borishim kerak. Jinhyun, sochingni o'zgartirdingmi? Ajoyib, koma stilmi? O'zing bo'yadingmi? Senga zo'r yarashibdi. Kelishgan. Jinhyun juda ham yaxshi. Lekin raqamini hech kimga aytmaydi. U do'stona, ammo hech kim bilan uchrashmaydi. Chiroyli. U basharasidan boshqa hech narsasi yo'q bo'lgan so'tak. Hay, Binafsha, yo'ldan qoch. O'lging keldimi? Ha, uzr ketyapman. Mana shunday bo'lsin, ehtiyot bo'l tentak. Kichkina so'tak, men zo'rman. Bu bola kim? Nega u Jinhyunga sakradi? Ahmoq, to'nka. Azizim, raqamingizni bering, iltimos. Sizdan kichkinaman. Hech qisi yo'q. Men boyman. Yana nima? Sabuzar kaplar. Yana kim ochilgan gulli shahzoda ekan? Ay. Nima? Hyungsuk. Hyungsuk. Men sizdan kichkinaman. Hech qisi yo'q. Menda pul ko'p. Bo'ldi yetar. Qanaqa bola bo'ldi? O'zini zo'r ko'rsatyaptimi? Kel, birga ichaylik. Qayerga ketyapsan? Tun bo'yi qiz bilan ichish. Yana qayerga ham bo'lardi? Men albatta. Men maktabga borishim kerak. Jin ursin, men shu holda hammas edim. Hoy, nima gaplar? Xayrli tong. Unga nima bo'ldi? U bugun g'alatiroq. Xuddi ichib olgandek. Tushlikka nima ekan? Bilmadim. Ichaverib sasib ketibsan. Sen qancha ichding o'zi?
Nega Hyungsun kostyum kiygan, lekin undagi kayfiyat ajoyib. U boshqacha ko'rinyapti. Anime manhwa va Slayer tub kanallar uchun maxsus. Ovoz beri janob Dark. Hamkor Omar Bro. Keyingi qismlarda ko'rishguncha